Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va kanalimizning doimiy kuzatuvchilari. Bugun biz juda muhim va ko'pchilik, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Men bilaman, bu sarlavha sizni hayratda qoldirgan bo'lishi mumkin. Faqat shok. Endi nafaqaxo'rlarga bunday qilish taqiqlanadi. Bu shunchaki shok sarlavha emas. Bu sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida ogohlantirishdir. Bu ma'lumotni o'tkazib yuborish juda katta xato bo'ladi. Chunki u sizning cho'ntagingizga, oilaviy byudjetingizga va umuman hayot tarzingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosing, chunki sizni kutayotgan ma'lumotlar juda dolzarb va har bir nafaqaxo'r bilishi shart bo'lgan haqiqatlardan iborat. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab o'taylik. An'anaviy ravishda ko'plab nafaqaxo'rlar, ayniqsa pensiya miqdori turmush darajasi uchun yetarli bo'lmagan hollarda qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lishga harakat qilishardi. Bu mutlaqo tabiiy holat edi va aksariyat hollarda davlat tomonidan sezilarli darajada cheklanmas edi. Xo'sh, bu qanday qo'shimcha daromad manbalari bo'lishi mumkin edi? Masalan, bu rasmiy ish bo'lishi mumkin edi. Ko'plab nafaqaxo'rlar nafaqaga chiqqandan keyin ham o'z sohalarida yoki boshqa yengilroq ishlarda ishlashda davom etishardi. Yoki yarim kunlik ish, xususiy tadbirkorlik, shaxsiy xo'jalikda ishlash, qo'shimcha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish yoki hatto ba'zi davlat yordam dasturlari doirasida olingan kichik miqdordagi mablag'lar bo'lishi mumkin edi. Ba'zan yashirin ijaradan olingan daromadlar ham bunga misol bo'ladi. Asosiy g'oya shunda ediki, siz davlatdan pensiya olasiz va agar sizning daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshmasa yoki rasman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, bu odatda sizning pensiya miqdoringizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmasdi. Davlat organlari uchun bunday norasmiy daromadlarni to'liq nazorat qilish imkoniyati cheklangan edi va bu ko'p hollarda ko'z yumilgan vaziyat hisoblanardi. Nafaqaxo'rlar qo'shimcha tirikchilik manbai topishga majbur bo'lganligi sababli bu holatga nisbatan ma'lum bir tushunish bilan qaralardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat nafaqaxo'rlarga nisbatan moliyaviy yordamni optimallashtirish, byudjet resurslaridan samaraliroq foydalanish va eng muhimi ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash maqsadida yangi qoidalarni joriy qildi. Bu o'zgarishlar chuqur tahlillar va xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan bo'lib, davlatning ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof va adolatli qilishga qaratilgan. Sodda qilib aytganda, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va rasmiy pensiyangizdan tashqari ma'lum turdagi daromadlarga ega bo'lsangiz, bu sizning pensiyangiz miqdorini kamaytirishi yoki hatto ba'zi hollarda to'liq to'xtatib qo'yishi mumkin. Bu shunchaki taxminlar emas, balki rasman e'lon qilingan va yaqin kunlarda kuchga kiradigan yangi qonun hujjatlarining asosidir. Hukumat barcha davlat bazalarini birlashtirish, xususan soliq, pensiya jamg'armasi, bank tizimi va mahalliy hokimiyat organlari ma'lumotlarini o'zaro solishtirish orqali nafaqaxo'rlarning haqiqiy moliyaviy ahvolini aniqroq tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Maqsad chinakam muhtojlarga yordam berish va ortiqcha daromadi bo'lgan shaxslarning davlat byudjetiga ortiqcha yuk bo'lishining oldini olish. Keling, ushbu yangi qoidalarni batafsil ko'rib chiqaylik. Xo'sh, nimalarni bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga bu o'zgarishlar ta'sir qilmaydi? Yangi qoidalar shuni nazarda tutadiki, agar siz to'liq davlat pensiyasini olsangiz va ayni paytda ma'lum bir belgilangan chegaradan oshadigan norasmiy daromadga ega bo'lsangiz yoki ilgari kuzatuvdan tashqarida bo'lgan ayrim ijtimoiy yordam turlarini olayotgan bo'lsangiz, bu sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qiladi. Bu taqiq aynan shuni anglatadiki, siz endi bu ikki narsani, ya'ni to'liq pensiya va ma'lum turdagi qo'shimcha daromadlarni bir vaqtning o'zida muammosi olmaysiz. Kimlar tashvishlanishi kerak? Birinchidan, yashirincha ishlashda davom etayotgan yoki norasmiy ravishda qo'shimcha daromad olayotgan nafaqaxo'rlar. Masalan, norasmiy ravishda kimgadir bog'dorchilik, farroshlik, buratgorlik xizmatlari ko'rsatayotganlar yoxud kichik hajmdagi savdo-sotiq bilan shug'ullanayotganlar. Ikkinchidan, o'z mulkini, masalan, uy yoki kvartirasini rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazmagan holda ijaraga berayotgan va shu orqali daromad olayotgan nafaqaxo'rlar. Uchinchidan, mahallalardan yoki boshqa ijtimoiy himoya tashkilotlaridan muntazam ravishda moddiy yordam olayotgan
Ammo ayni paytda yuqorida aytilgandek norasmiy daromadga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Yangi tizim ushbu turdagi yordamlarni pensiya fondi ma'lumotlari bilan solishtirib chiqishi mumkin. 4-dan turli bank kartalariga doimiy ravishda hatto qarindoshlar orqali ham katta miqdordagi pul o'tkazmalarini qabul qilayotganlar. Chunki bu mablag'lar ham norasmiy daromad sifatida baholanishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Birinchidan, faqat davlat pensiyasiga yashayotgan va hech qanday qo'shimcha daromadga ega bo'lmagan nafaqaxo'rlar. Ularning pensiyasi avvalgidek to'liq miqdorda to'lanadi. Ikkinchidan, rasmiy ravishda ishlashda davom etayotgan nafaqaxo'rlar. Ularning pensiyasi allaqachon tegishli qonun hujjatlari asosida qayta hisoblab chiqilgan yoki belgilangan tartibda to'lanmoqda. Bu yerda yangi qoidalar ularga to'g'ridan to'g'ri taqiq qo'ymaydi, balki mavjud qoidalarni yanada qat'iy nazorat qilishni kuchaytiradi. Uchinchidan, bank depozitlarda pul saqlaydigan va shu orqali kichik foiz daromadlari olayotgan nafaqaxo'rlar, agar ularning depozitlari miqdori juda katta bo'lmasa va foizlar belgilangan chegaradan oshmasa, bu passiv daromad odatda aktiv mehnat daromadi sifatida qabul qilinmaydi. 4-dan, bir martalik sovg'alar, mayda-chuyda moddiy yordamlar yoki ijtimoiy ehtiyojlar uchun beriladigan kichik miqdordagi yordamni oladigan nafaqaxo'rlar, chunki bu doimiy daromad manbai hisoblanmaydi. Keling, aniqroq tushunish uchun bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. Oysha buvi 7000 yoshda. Har oyda 1 million so'm pensiya oladi. Pensiyasi tirikchilik uchun yetarli bo'lmagani sababli qo'shimcha daromad uchun qo'shni uyda bog'bon bo'lib ishlaydi. Oyiga 800 ming so'm atrofida pul oladi, lekin bu daromad rasman rasmiylashtirilmagan. Ya'ni u soliq to'lamaydi va bu faoliyati haqida hech kimga ma'lumot bermaydi. Ilgari hech kim uning bu norasmiy daromadiga e'tibor bermasdi va bu uning pensiyasiga ta'sir qilmasdi. Yangi qoidalar bo'yicha hukumat ma'lumotlar bazalarini birlashtirib, masalan, Oysha buvi nomiga doimiy ravishda pul kelib tushayotgan bank kartasidagi operatsiyalarni kuzatishi yoki mahalla qo'mitasidan olingan ma'lumotlar asosida uning norasmiy faoliyatini aniqlashi mumkin. Agar uning norasmiy daromadi aniqlansa va u rasmiy pensiya bilan birga olinadigan daromadning yangi belgilangan chegarasidan, masalan, minimal pensiyaning 2 baravari hozirgi kunda 21 million so'm minimal pensiya bo'lsa, bu 3 million so'm degandir, oshsa uning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Hattoki chegaradan oshmasa ham, agar uning faoliyati yashirin iqtisodiyotning bir qismi deb topilsa, soliq organlari e'tiboriga tushishi va qonuniy choralar ko'rishi mumkin. Pensiya fondi esa uning haqiqiy daromadi pensiyaga loyiqlik shartlariga zid keladi deb topishi va pensiya miqdorini kamaytirishi yoki vaqtincha to'xtatishi mumkin. Eng asosiysi, uning rasmiylashmagan daromadi endi aniqlanish xavfi ostida. Ikkinchi misol. Toshpo'lat aka 65 yoshda. Oilaviy biznesi bor, u kichik oziq-ovqat do'konini boshqaradi. Do'kon uning o'g'li nomiga rasmiylashtirilgan, o'g'li rasmiy tadbirkor hisoblanadi. Lekin Toshpo'lat akaning o'zi har kuni shu do'konda ishlaydi va norasmiy tarzda har oyda 1 million so'm atrofida pul oladi. Rasman u faqat pensiya oladi, bu oyga 2 million so'm. Yangi tizim doirasida hukumat bank operatsiyalarini va katta hajmdagi naqd pul aylanmasini yanada qat'iroq kuzatib boradi. Agar Toshpo'lat akaning shaxsiy bank kartasiga muntazam ravishda o'g'lidan yoki boshqa manbalardan katta miqdordagi pul kelib tursa, bu uning norasmiy daromadi borligini ko'rsatuvchi qizil bayroq bo'lishi mumkin. Yoki u do'konda ishlash va katta xaridlar qilish orqali o'zining daromadiga mos kelmaydigan turmush tarzini namoyish qilsa, bu ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Agar uning norasmiy daromadi aniqlansa va u yuqorida aytilgan chegaradan oshsa, Toshpo'lat akaning umumiy daromadi 2 million, 1 million, 3 million so'm, u nafaqat ijtimoiy yordamdan agar mahrum bo'lishi, balki pensiyasi ham qayta ko'rib chiqilib kamaytirilishi mumkin. Hukumat ma'lumotlar almashinuvi orqali shunday holatlarni aniqlash imkoniyatini oshirmoqda. Uchinchi misol, Fatima xola 25 yoshda. U faqat davlat pensiyasiga yashaydi. Oyiga 1 million so'm. Hech qanday qo'shimcha daromadi yo'q, na rasmiy, na norasmiy. Faqat nevaralari ba'zan bayramlarda yoki mayda-chuyda ehtiyojlar uchun 70 ming so'm atrofida pul berib turishadi. Fatima xolaga bu o'zgarishlar mutlaqo ta'sir qilmaydi. U o'z pensiyasini avvalgidek to'liq miqdorda oladi. Nevaralari tomonidan berilgan kichik miqdordagi bir martalik yordam uning pensiya huquqiga ta'sir qilmaydi. Chunki
Bu doimiy daromad manbai hisoblanmaydi va belgilangan daromad chegaralaridan sezilarli darajada past hisoblanadi. Uning bank kartasiga ham muntazam va katta miqdordagi o'tkazmalar kelmaydi. Shuning uchun Fotima xola bu yangi qoidalardan xavotirlanmasa ham bo'ladi. Endi esa ushbu yangi qoidalardagi istisnolar e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va uncha aniq bo'lmagan nozik nuanslar haqida gaplashamiz. Istisnolar bir asl mulklardan olinadigan ba'zi daromadlar. Agar sizning shaxsiy xo'jaligingizda, masalan, bog'ingizda yoki tomorqangizda yetishtirilgan mahsulotlarni sotishdan olingan daromad juda kichik miqdorni tashkil etsa va u asosan shaxsiy ehtiyojlarni qoplashga qaratilgan bo'lsa, bu holatda pensiya miqdoriga ta'sir qilmasligi mumkin. Bu daromad savdo-sotiq faoliyati sifatida baholanmasa. Bir martalik moddiy yordam va sovg'alar. Yuqorida Fotima xola misolida keltirilgandek, qarindoshlardan olingan bir martalik moddiy yordamlar, bayram sovg'alari yoki muhtojlarga ko'rsatiladigan homiylik yordami, agar ular muntazam bo'lmasa va katta miqdorni tashkil etmasa, daromad sifatida hisobga olinmaydi. Bank depozitlaridan olingan foizlar. Agar sizning bankdagi depozitingizdagi asosiy mablag' juda katta summani tashkil etmasa va undan olinadigan foiz daromadlari belgilangan chegaradan oshmasa, bu sizning pensiyangizni bekor qilish yoki kamaytirish uchun asos bo'lmaydi. Ammo agar depozitingiz millionlab, hatto milliardlab so'mni tashkil etsa va undan olinayotgan foizlar sizni badavlat qilsa, pensiya jamg'armasi ushbu holatni qayta ko'rib chiqishi mumkin. 4. Nogiron oila a'zolariga qarash uchun beriladigan nafaqalar. Ba'zi hollarda nafaqaxo'rlar nogiron oila a'zolariga qarash uchun davlatdan ma'lum miqdorda nafaqa olishlari mumkin. Bu nafaqa odatda aktiv daromad manbai emas, balki ijtimoiy yordam shakli hisoblanadi va pensiyaga ta'sir qilmasligi kerak. 5. Rasmiy ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Agar nafaqaxo'r rasmiy ravishda, ya'ni mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsa va undan soliqlar to'lansa, uning pensiyasi allaqachon mavjud qonunlarga muvofiq, masalan, pensiyaning ma'lum bir foizi miqdorda to'lanadi yoki qayta hisoblab chiqiladi. Yangi qoidalar ularga taqiq qo'ymaydi, balki ushbu amaliyotni yanada shaffof va adolatli qilishga xizmat qiladi. Qaltis jihatlar va yashirin tuzoqlar. Qora buxgalteriya yoki yashirin daromadlar. Hukumat soliq, pensiya jamg'armasi va bank tizimlari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvini sezilarli darajada kuchaytirmoqda. Bu degani ilgari anonmay qolgan norasmiy daromadlarni yashirish endi juda xavfli bo'ladi. Har qanday katta miqdordagi naqd pul aylanmasi, doimiy bank o'tkazmalari yoki mol-mulk sotib olish kabi operatsiyalar tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. 2. Asl chegaralarni bilmaslik. Ko'plab nafaqaxo'rlar norasmiy daromadning aniq qanday chegarasi pensiyani qayta hisoblashga yoki to'xtatishga olib kelishini bilmasligi mumkin. Bu chegaralar davlat tomonidan belgilanishi va vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Bu borada doimiy ravishda xabardor bo'lish juda muhim. Mahalla orqali ma'lumot almashinuvi. Mahalla qo'mitalari aholining ijtimoiy va iqtisodiy ahvoli haqida juda ko'p ma'lumotga ega. Agar nafaqaxo'r, masalan, yashirin daromad topayotgan bo'lsa-da, shu bilan birga kam ta'minlangan oila sifatida mahalladan moddiy yordam olayotgan bo'lsa, bu qarama-qarshilik mahalla orqali pensiya jamg'armasiga yoki soliq organlariga ma'lum qilinishi mumkin. 4. Do'stlar yoki qarindoshlar orqali pul o'tkazmalari. Ba'zi nafaqaxo'r o'zlarining norasmiy daromadlarini yashirish uchun ularni boshqa shaxslar hisobiga o'tkazishga yoki ularning kartalariga pul qabul qilishga harakat qilishadi. Ammo banklar tomonidan shubhali operatsiyalarni kuzatish tizimlari ham kuchaytirilmoqda. Bu esa bunday sxemalarning aniqlanishiga olib kelishi mumkin. Nozik nuanslar, daromad tushunchasining kengayishi. Yangi qoidalar doirasida daromad tushunchasi yanada kengroq talqin qilinishi mumkin. Masalan, ilgari e'tibor berilmagan, lekin nafaqaxo'rning turmush darajasini sezilarli darajada oshiruvchi ayrim natura shaklidagi yordamlar yoki subsidiyalar ham hisobga olinishi mumkin. 2. Davlatning maqsadi jazolash emas, balki adolat. Hukumatning maqsadi nafaqaxo'rlarni jazolash emas, balki ijtimoiy adolatni ta'minlash va davlat byudjeti resurslaridan samaraliroq foydalanishdir. Haqiqatan ham muhtoj bo'lgan shaxslarga yordamni oshirish, yashirin daromadga ega bo'lganlarga esa davlat yordamini kamaytirish yoki to'xtatish orqali adolatli tizimni yaratish ko'zda tutilgan. Bosqichma-bosqich yondashuv. Bu taqiq yoki cheklovlar bir kechada va hamma uchun bir xil kuchga kirmasligi mumkin. Ehtimol dastlab ogohlantirishlar berilishi, so'ngra daromadlarni qonuniylashtirish uchun
ma'lum bir muddat berilishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotni eshitib, darhol vahimaga tushmaslik, balki vaziyatni to'g'ri baholash va tegishli choralar ko'rish muhimdir. 4. Aşk qaysi turdagi yordamga ta'sir. Aynan qaysi turdagi ijtimoiy himoya chorasi. Asosiy pensiya, yoshga doir nafaqa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy yordam. Bu o'zgarishlardan ko'proq ta'sirlanishi ham muhim. Odatda bu o'zgarishlar aynan davlat byudjetidan to'lanadigan turli xil nafaqalar va yordamlarning bir-birini takrorlamasligini ta'minlashga qaratiladi. Xulosa qilib aytganda, tizim shaffoflikka va adolatga intilmoqda. Endi davlatning maqsadi sizning moliyaviy ahvolingizni eng aniq tarzda ko'rish va resurslarni eng ko'p muhtoj bo'lganlarga yo'naltirish. Xo'sh, bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. Bir asterik daromad manbalaringizni to'liq ko'rib chiqing. Avvalo, sizning barcha daromad manbalaringizni, rasmiy va norasmiylarni birma-bir ro'yxatini tuzing. Qayerdan va qancha pul olayotganingizni aniq biling. Bunga bank kartangizga kelib tushayotgan har qanday o'tkazmalar, naqd puldagi daromadlar, ijaradan olinadigan pullar va okazolar kiradi. 2. Tegishli organlarga murojaat qiling. Siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki mahalliy ijtimoiy himoya bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. O'z vaziyatingizni to'liq tushuntirib bering va aniq savollar bering. Mening shu turdagi daromadim pensiyamga qanday ta'sir qiladi? Qanday chegara miqdorlari mavjud? Agar men hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsam, buni qonuniylashtirish uchun nima qilishim kerak? O'ch daromadingizni qonuniylashtirishni o'ylab ko'ring. Agar sizda muntazam norasmiy daromad manbalari mavjud bo'lsa, ularni qonuniylashtirish yo'llarini o'rganing. Masalan, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritish imkoniyatlarini ko'rib chiqing. Bu ba'zan soliq yukini kamaytirishga va kelajakda yanada yuqori pensiya olishga ham yordam berishi mumkin. Pensiya fondi yoki soliq idorasi sizga bu borada aniq maslahatlar berishi kerak. 4. Barcha hujjatlarni saqlab qo'ying. Har qanday rasmiy yozishmalar, pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotnomalar, to'lov kvitansiyalari va har qanday deklaratsiyalarni doimiy ravishda saqlab boring. Agar keyinchalik tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, bu hujjatlar sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun asos bo'ladi. 5. Doimiy xabardor bo'ling. Hukumatning rasmiy veb-saytlarini, mahalliy yangiliklarni va ishonchli yuridik kanallarni muntazam ravishda kuzatib boring. Pensiya va ijtimoiy himoya qonunchiligidagi o'zgarishlarni o'z vaqtida bilish juda muhim. 6. Vahimaga tushmang, lekin harakat qiling. Bu holat vahimaga tushish uchun emas, balki vaziyatni to'g'ri baholash va oqilona harakat qilish uchun asosdir. Proaktiv bo'lish, ya'ni muammolar yuzaga kelishidan oldin ularni bartaraf etishga urinish. Reaktiv bo'lishdan, ya'ni muammolar paydo bo'lgandan keyin ularni hal qilishga urinishdan ko'ra samaralidir. O'zingizni himoya qilish uchun zarur choralarni ko'ring. Shunday qilib, qadrli do'stlar, ushbu yangi qoidalar nafaqaxo'rlarimizning moliyaviy barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng muhimi xabardor bo'lish va zarur choralarni ko'rish. Davlat ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga intilmoqda va bu o'zgarishlar adolatni ta'minlashga qaratilgan. Bu sizning nafaqangiz, sizning kelajagingiz. Buni e'tiborsiz qoldirmang va hozirdan o'z vaziyatingizni tahlil qilib, tegishli choralar ko'rishni boshlang. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu yangiliklar sizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun muhim. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalimizda siz har doim dolzarb va ishonchli ma'lumotlarni topasiz. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.